Olmazor tumani Oxunboboy Moqo'rg'onda 2 sotixli tayyor uchastkamizda sotuvga qo'yilgan. Orqa taraf hovlisida turibman. Yashil maydonga alohida e'tibor bering. Dekorativ qilib qo'yishgan. Yo burchakda yozgi oshxona, yozda tapchalarni qo'yib mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Mana bu kattagina hol bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Razvijnoy eshik qo'yilgan. Holda mazza qilib o'tirasiz. Kaletkadan kirib kelish. Ko'cha taraflama tushuntiradigan bo'lsam, eshik tagiga 3 ta mashinani qo'yasiz. Mana shu kaletkadan shundoq kirib kelasiz. O'ng tarafda kotelli xonasi, chap tarafda stroyniy shkaf qilingan katta hol bilan boshlanadi. Yo burchakda sanuzel, ikkinchi qavatga chiqib ketirish. Mana bu qishki oshxona, bu ham razvijnoy eshik oxirigacha ochiladi. Mehmonxona razmerlari katta qilingan. Oyoq-teglari tupli pol va batareya yordamida isitiladi. Hovlidan kirilish eshigi to'g'rida sanuzel. Hojatxona, yuvinish xonalari joylashgan. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Endi ikkinchi etajga chiqib ko'rsatib beraman. Ikkinchi qavatga shundoq ko'tarilamiz, ko'rasizlar. Eshiklar ketma-ket joylashgan, ko'cha tarafga qaragan balkoni, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. 2 sotixga qurilgan Olmazor tumani Oxunboboy Moqo'rg'on mahallasida umumiy sanuzel, hojatxona, rakina, xullas dush kabinasi, ota-onalar yotoqxonasi, ichida o'zining sanuzeli bor. Narxiga keladigan bo'lsa, $212,000 startga deyishyapti. Shundoq zamonlarni yonidan kirib kelasiz, mana shu tayyor uchastkamiz. Lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Egalar nomeri opisiyaniyada.